Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2026 yili 6 oyning 27 kuni men Amerikaning Los Angeles shahrida yashaydigan Erkin Sidiq 2 haftada bir qatim qilayotgan naq maydon videosini hozir boshlayman. Birinchisi Uyg'ur Project Fondi va chet ellik Uyg'urlar haqida. Men oldingi qatimliq videoni qilamadim, 6 oyning 13 kundagi videoni. Buni sizlarga deb qo'ygan. Sababi ben Germaniyaniki Berlin shahrida 6 oyning 11 kundan 13 kungacha o'tkazilgan xalqaro Uyg'ur munbiri faoliyatiga bordim. Bu faoliyatni Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan Uyg'ur demokratiya va kishilik huquq markazi ikkisi birlashib qilgan faoliyat bo'ldi. Bu yig'in isli yig'in bo'ldi. Bu yig'ilish Uyg'ur masalasi ustida Uyg'urlar va xalqaro jamoat yig'ilib o'tkazgan eng yuqori saviyalik va eng yuqori sifatli bir yig'in bo'ldi. Dunyodagi har qaysi joylardagi Uyg'ur masalasiga qiziqadigan va bu jihat ish olib berayotgan dangli kishilarniki ko'pinchisi bu yig'inga kelib qatnashdi. Masalan, sizlar biladigan Adrian Zanzibar, andan keyin ichki a'zo sodisi, Xitoydagi ichki a'zo sodisini pash qilib kelayotgan Isan Gutman degan kishi bor. Bu kishiniki rasmni ko'rsatib, bu kishiniki yozgan ikki kitobi bor. Birisi o'ltirish. Bu yerga ishlatgan so'zi slaughter degani deymiz. O'ltirish desa har xil narsalarni o'ltirgani bo'ladi, lekin merdagi slaughter degani xuddi pichoq bilan gelni bo'g'izlab o'ltirishni slaughter deydi. O'ltirish, kang ko'lamli o'ltirish, ishki a'zo yetkash qatorliq shuni mazmun qilgan bir kitobi. Bu kishining rasmini masalan ko'rsatib qo'yay. Eson gapman. Nima, andagi ikkinchi kitobi yaqinda chiqqan kitobi bor. Bu kitob Şinjan Rasmiyeti degan kitob. Bu kitob 2026-yilda yaqinda chiqdi. Bu kitob intayin vahshiy. Uyg'urlarning ishki a'zosini elish, yetkash ishlarini aytib tafsili yozilgan, aytib ichinchi voqealar bor. Bu qatim yig'inda shu Esan Gatman panelist bo'lgan bir qismda shuni boshqargan bir chet ellik arbob kitobniki birinchi bobni o'qidim. Ammo ajoyib odam tasavvur qilib bo'lmagan ishlar yozilibdi deb shu gapni davitib yig'lab ketdi shu sahnada turib. Esan Gatman degan kishi. Bu kishi aktiv xalqaro sohalarda Xitoyniki ishki a'zo sodisi haqidagi ishlarini keng ko'lamda pash qilyotdi. Bu odam bor. Andan keyin NEDni qurgan kishi Karl Gershman degan odam qatnashdi. Andan keyin o'tgan Uyg'ur sotiga riyosatchilik qilgan danliq sotchi Geoffrey Nice degan kishi bu apandim video orqali qatnashdi. O'zi kilamidi video orqali qatnashdi. Bu kishini bak qerib ketdi hozir 80 yoshlarda. Ma bu Karl Gershman degan kishini 80 yoshga kiribdi bu yil. Uniki bildi aslida odatga o'rinda ekanlikin aeroplanga chiqqan chog'da olmishyapti, birinchi first classga olmishib boshqa qilib kelibdi. 80 yoshli odamlar Amerikadan 8 soat aeroplanda o'tirib Germaniyaga berib faoliyatga kelib qatnashdi. Odamni ajoyib ta'sirlantirdi. Ondan keyin Kanadalik professor Michael Van Walt degan kishi bu kishi bilan qatnashdi. Bu kishi to'g'riliq men sizlarga necha qatim deb bergan, har qatim shu Uyg'urlarniki munbir bo'lgan chog'da kelib qatnashyotdi bu kishi. Madam. Ashta qilib bu nayti bir yuqori saviyalik yig'in bo'ldi. Endi Uyg'urlarchadimi hozir nayti aktiv faoliyat qilayotganlarniki ko'pinchisi bu faoliyatga qatnashganligi uchun ro'yatimi kishini nayti xushal qiladigan ashta. Endi yig'inniki saviyasi nayti yuqori saviyalik yig'in bo'ldi. Bu qatimki yig'inda meniki eng diqqatimni tortgan ish bunday ish. Shu so'zga chiqqan chet ellik arboblarniki ko'pinchisi
hozirga qadar Uyg'ur qirg'inchiligi boshlanganiga 10 yil bo'ldi. Hozirga qadar Sharq Turkistonda nemish bo'layotganligini so'zlab keldik dunyoga. Nemish bo'layotdi, nemish bo'layotdi Xitoylar degan narsani. Endi mushu bo'lgan irqiy qirg'inchilikniki jinoyatchilarni javobgarlikka tortadigan vaqti keldi degan gap. Buni hammasi mishaq ta'kidladi. Nayt suyundim men. Haqiqatan bu bak uzrab ketdi. Sharq Turkistonda nemish bo'lganligini dunyoga anglatishi bak uzrab ketdi. Lekin bularni kim qildi, ularni qanday jazolaymiz degan bu ish to'g'riliq ancha gap yo'q. Bu qatim bu ishni ko'p ta'kidlandi. Ammo endi bu bir ilgirlash, lekin bu yig'inga kelib shu muhokamalarga qatnashgan chet ellik arboblar ularniki ishqasini qo'lida Xi Jinpingni jazoga tortadigan undaq huquqi yo'q. Hozir endi bu gapning o'tirib chiqqani yaxshi. Ularning qila oladiganimi lobbichilik endi. Lekin bundan keyingi qadamlarni boshqa qilish kerak. Lekin hozir qadar bunday gap ancha o'tirib chiqmagan bo'lg'achqa, ma gap meniki xil diqqatimni tortdi. Men aytib suyundim undan. Andan keyin bu qatim meniki sal diqqatimni tortgan yana bir ish Esen Gatman bu nima ishga azayotgan haqidagi ahvollarni pashq qilib ketgan odam bir panel yig'ilishida shu oldingi 10 yilda Uyg'urlarniki ishga azosini elish mushu munosabat bilan o'ltirilgan Uyg'urlarning soni 500 mingdan oshdi dedi. Men bunday narsalarga bek sezgur. Sababi nima degan chaqda dunyoning hamma yerida 1 milliondan ko'p Uyg'urlar lagerga uslandi degan vaqtida 1 milliondan ko'p Uyg'ur o'ltirildi deb kelganman. O'ltirildi. Nima deganda mening bir manbaim bor bu joqda, uchur manbasi bor. Ammo bu joqda ma'lumot bor kelgan. Ashta deb kelgan kishilar ancha ishonmadi. Zat ishondiramadim zodi. Bu lagerga ulanganlar kam deganda 3 milliondan oshdi. O'ltirilganlarmi 1 milliondan eshib ketdi deb bu gapni desam, kishilar ancha quloq solmadi. Ba'zilar hatto 1 million bilan 3 milliondan ancha farqi yo'q. Uni 3 million devetsek lagerga ulanganlarni biz xalqarani ishondirmaymiz deb boshladi edi. Sizniki o'lchiming xalqarani ishondirishmi yoki haqiqatni so'zlashmi? Men inta qattiq biyaram bo'lib ketgan bu gapdan olgan vaqtimda. Hozir qadar Uyg'urlardan zat qancha odam o'ltirildi 10 yil ichida bu to'g'ri gap qatqanlar ancha yo'q. Agar ichki azosini elish bilan mumkin 500 mingdan ko'p odam o'ltirilgan bo'lsa, Xitoy virusi hamiyani qoplab ketgan vaqtida qancha odam o'lib ketdi lagerda. Undan boshqa normal ahvoldami chet eldagi Uyg'urlarniki hammasiniki o'tuqqini butuqqin degandek o'lib ketdi lagerlarda. Bularni qo'shib ketsa bek cho'ng son bu. Lekin hozir qadar bu yerga ishlarga ancha ko'ngil bilinmay kelyotdi. Men bek hayron bo'ldim. 1 million bilan 3 millionning farqi bor. Agar sizning oilangizga ishim bo'lmagan bo'lsa farqi yo'q. Lekin sizning oilangizda bir odamniki o'ltirilganligi bilan 3 odamning o'ltirilganligi bu intan cho'ng farqi bor buniki. Mening ko'z oldimga davom qilgan narsam shu. Ishqilib bu qatim Esen Gatman ma gapni degandi, yo leshomisi bor bir odam bo'lsa-mu, zot qancha odam Uyg'urlar o'ltirildi, mushuni o'tirga so'zlab chiqdi deb bundan suyundim. Anikin yana bir ish bu professor Walt bu kishi Dunyo Uyg'ur qurultiyi bu kishiniki bir tadqiqot gruppasiga ozroqcha xarajat ajratib Sharq Turkiston haqida tadqiqot elib borg'izib, Sharqi Turkiston besilingan zimin degan narsani faktlar bilan o'tirib qo'ydigan mana bir doklad tayyorlashga urlashtirgan bunga bir 4-5 yil bo'lib qoldi deb o'ylayman. Oldingi qatimliq xalqaro Uyg'ur munbiriga borgan vaqtimdami o'sha kishi to'liq so'zlagan. Shu chog'da masalaga 12 so'zlagan nutqini Uyg'urchaga tarjima qilib mazmun yetkazdim. Hatto bu uni bir maqol qilib chiqargan shu maqolasi bor. Bu 2024-yildagi davr va bizga kitobdimi bu. Bu qatim bu kishidan so'radim, kitobim qanchalik chiqadi desam, 7-yilning oxirigacha chiqishi mumkin deb shunday deydi.
Yetmeyende ahırısı çıksa, bu mu Uygurlar için bir çoğun iş endi. Anlakken bu qatımki yig'indagi naq maydoni tarqatildi, Uyg'urchaga tarjima qilindi ham. Agar menimcha ko'p ahsanlar bo'ladi. Alqi tarjimasiniki o'zi naq maydondek bo'lib ketmasimi, lekin bir gruppa yosh inlar nihoyatda qattiq tirishib, hammadan voz kechib mush ishlarni qilib, shu yig'in ahvolini xalqqa yetkazamiz deb nihoyat ko'p jafo chekdi. Ularga rahmat, ko'p ahsanlar bo'ladi. Bu qatimki Germaniya safarida bana 5 kishi Uyg'ur projekti uchun iyon qilgan pulini mening qo'limga tutqizdi. Ularning eng tuvini 50 euro, eng yuqorisi 300 euro, shundoq ba'zilari dollar. O'rta Osiyodan da bir akamiz bor, yashangan akamiz. Menimcha iqtisodiy ancha yaxshi emas. Bu akamiz 20 yildan jiroq tirishib yurib, 200 dollar pulni mana shu Uyg'ur projekt fondiga yetkazib, bu qatim menga yetkazib berdi. Men mana shu ishlarni ko'rsam bek ta'sirlanaman. Uyg'ur projekt fondiga iyon qilayotgan kishilarniki tang yerimdan ko'proq iqtisodiy ahvol yaxshi emas. Ashtaq bo'lsa-mu, mesela tirmishib, hatto bizga yetkazib berish imkoniyati ancha qulaylik bo'lmasa-mu, men O'rta Osiyodagi mahkamamiz tirish qilib 20 yildek bo'ldi. Shu pulni yetkazib beraman deb. Oxiri yig'in kelgan boshqalarni avatib yetkazib berdi. Bu ishni ko'rsam bek ta'sirlanaman davomli. Bu Amerikada iqtisodiy ahvoli yaxshi kishilar bek ko'p. Ular bilan seçtiğin çağda mağandaq pişqadam anç kirimi yok. Mesela akıllarımızdaki kuat karşı adamını bek tasirlendirdi. Anamdaki Yaponiyadan yan bir kardeşimiz özündeki kurbanlık için yıkan pulusunu Uygur Projekt Fondu'na yetkazib berdi. Bu kardeşimizge köpten köp rahmet. Bu yıl iki kardeşimiz müşnak kıldı. Kurbanlık için tayyorlagan pulunu Uygur Projekt Fondu'na iyon qildi. O'tganki videodan hozir qadar yana boshqa 4 nafar qarindishimizdan iyon puli keldi. Eng tuvini 10 dollar, eng yuqorisi 500 dollar. 500 dollarni yo'llagan qarindishimiz davomli qilyotdi bu ishni. Shu saxovat pullarini boshqaradigan o'rin orqali qilyotdi Uygur Projekt Fondiga bevosita bankaga kiradi pul. Bu qarindoshlarga ko'pdan ko'p rahmat. Bu yıl İstanbul'da yig'in liseya faoliyati bo'ldigan bo'ldi. Men aslida agar liseya birdigan kishilar ko'p bo'lmay qolib qolsa, buni to'rdalam qilib yaparamiz deb o'ylagan. Lekin hozirga qadar men shu yig'inga so'zlab beray degan kishidan 16 liseya chiqdi hozir. Bu boshqa buni qildigan bo'ldik. Ameliyatda ba'zilarimiz 2-3 liseyamiz so'zlayolmaymiz, lekin men birdan hisoblasam 16 oldu hozir. Shunday qilib bu faoliyatni o'tkazgan bo'ldik. 9-oyniki 19 va 20 kunlari shanba kuni bo'ladi. Bu yil Uyg'ur akademiyasiniki Turkiya sho'basi bir faoliyat qilmoqchi ekan. Undan keyin Dunyo Uyg'ur qalamkashlar birlashmasi bir faoliyat qilmoqchi ekan. Shuni bilib o'tkazsak deb hozir shu 3 faoliyat 2 kunda o'tkaziladiganga planlandi. Agar o'zgarish bo'lib qolmasa, shu birinchi bo'ladi. Lekin bizning leksiya faoliyati muqim o'zgarmaydi, cho'qim bo'ladi. Ashta bu boshqa agar Turkiyaga sayohat qilmoqchi bo'lgan qarindoshlar bo'lsa, shu vaqtda kelsanglar 2 kun aytdi mazmunli faoliyatga qatnasha olasizlar. Andan keyin nima yaqinda ikki Uyg'urlar degan to'r jurnaldan ikkisini to'rga chiqardik. Men nimani bir aslini ko'rsatib qo'yay deb unutib qoldim men. Ma qatimki Uyg'ur xalqaro Uyg'ur munbiriniki bir o'pcha rasm xotirasi. Emniyette bu resimde kirmeyen nurun kişiler var. Fakat bir kısmı olanıki. Ben köz kıymen de bu tıkattım. Ondan keyin iki jurnalni to'rga chiqardik yaqinda. Uniki birisi
75. son, 176. son, 6. ayning 4 ve 10. kunlari to'g'ri chiqdi. Mana bu 75. soni. Andan keyin 76. soni. Bu vaqtda bizning tor betimizda bor bu jurnal. Andan keyin men turliq Facebook'ga chiqaryapman. Shu uchurlarni. Hatta bu boshqa o'qib foydalanlar. Mazmuni intayin mo'l. Bizniki Uyg'ur axborot markazi, andan keyin Uyg'ur projekt fondidagi qarindoshlar bu ishlar shuni intayin kuchab ishlayotdi. Shunga hammasi haqsiz. Obdan foydalanlar. Yaqinda da ikki muhim video chiqadi Uyg'ur axborot markazidan. Uniki birisi Islomjon Sherif haqida. Men sizlarga o'tgan hafta so'zlab bergandim. Andan keyin yana birisi Shafqat hemşirisi Zinnat Ahmet Hanım. Shu ikki shaxs to'g'riliq, shularniki hayoti to'g'riliq chiqdi bu videolar. Ko'p yaqinlar. Sizlar uchun qilyapti bu ishlar. Shunga bular isrof bo'lib ketmasin. Bugun kurash ko'san qarindishimizni xotirlash bir faoliyat o'tkazildi Norvegiyada. Bu to'g'ri masalaga o'tgani degandim. Menimcha bu faoliyat nihoyatda muvaffaqiyatli bo'ldi deb o'ylayman. Bu ishni qilgan qarindoshlarga muborak bo'lsin. Buning xabarlarini bundan keyin ko'ramiz deb o'ylayman. Anadan keyin yana bir narsa nima 7. ayning 25. kuni Amerika Uyg'ur Akademiyasining urlashtiruvchida biz bir faoliyat bo'lmoqchi. Bu faoliyatning ismi Üzülmez Rishta. Faqat bir kun bo'ladi bu faoliyat. Üzülmez Rishta degan temada Uyg'ur axborot markazi bu vaqtda bir maxsus video ishladi. Videoni texi hozirlam taqatdiq. Shunga buni ko'p qilinglar. Bu faoliyat monayt isli faoliyat bo'ladi. Agar imkoniyati bor qarindoshlar bo'lsa, kelib qatnashsanglar bo'ladi. Yaqinda Germaniyadagi kechiringlar. Ömer Emin inimiz qiziq. Ikki tomliq bir kitobni nashr qildi deydi Taklimakan Uyg'ur nashriyatida. Ben kitobini rasmlarini şey qilib qo'yganimizda ko'stay deb. Qiziq. Shundaq tirishsam ba'zi chog'larda mishaqib qo'yadi. Menga kirmabdi. Bu kitobniki xabarini men Facebook'imga chiqarib qo'yman. Aslida sizlar kitobniki nimasini ko'rsatib qo'yay degandim. Kitobning ismi Mazlumlar ve Zalimlar. Hozir qilib qo'yay. Bo'lmaydi. Mazlumlar ve Zalimlar degan kitob. Buningda bu kitobning o'zi nima roman shaklida, lekin mazmuni hozirgi shu Sharq Turkistonda yuz bergan Xitoy yapgan irqiy qirg'inchilikni fosh qilish, lager qurishdagi maqsad, qiyin qistoqlar, lagerda bo'lgan qiyin qistoqlar degandek lagerda undan boshqa qanday ishlar bo'ldi. Mushtaq mazmunni bir roman shaklidagi mazmun orqali yuritgan bu kitobda. Shunga qiziqadigan qarindoshlar ilib foydalansanglar bo'ladi. Hozir bu Taklimakan nashriyati tarafidan tarqatilyapti bu kitob. Undan boshqa Xalcham degan bir singlimiz burun Yaponiyada qolgan, hozir Kanadada turdi.
Bu sınıfımız yakında bir kitap neşr kıldı. Neşr kılıp yapınca. Bunu İngilizcege mi tercüme kıldırışga tirişiyotydy hazır. Bu kitap doğruluğumuz da kısıştı pay. Yapınca neşrden çıktı. Anından keyin İngilizce tayyorlamatydy. Bu doğruluk bu kitapta men doğruluğum azırak mazmun barken. Marisini ta'minlagandim men. Nima xalchamsimiz mana deb yozibdi kitob haqida. Men beshimdan o'tgan sarguzashtlarimni va vatandagi xalqimizniki ahvolini faktlar orqali misol qilib, yaponcha, inglizcha, xitoycha, turkcha va uyg'urcha kitob materiallarni asos qilib, Xitoy hukumati Sharq Turkistonda Uyg'urlarga qarata irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarni sodir qilganligi va qilayotganligi bu ishlar menga og'ir sinoq bo'lganligini va e'tiqod orqali aslimga kelganligimni yozdim. Inshaalloh bu kitobdan keladigan barliq mulk huquqi, royaltiesni Uyg'ur yetim bolalarimizniki turmushi va ma'rifga ham yetim emas Uyg'urlarniki ma'rifiga yana qilaman deb yozibdi. Şun bu sınıfımızın bek qattiq tirishdi. Yaponiyadagi qarindoshlar bo'lsa kitobni setib olib, hozir Amazonda bor, bu Amazonga chiqib bo'ldi. Yaponiyadagi Uyg'urlar qiziqadigan do'stlaringlarga nim qilsanglar bo'ladi, yani qilsanglar bo'ladi. Bu bir cho'ng ish bo'ldi. Ondan keyin Germaniyadagi İlyar inimiz bir app yasab chiqibdi yaqinda. Kakkuk, ismi Kakkuk degan app. Bu appni telefon ishlatsimi bo'ldi ekan, yonfonda ishlatsimi, nima, kompyuter ishlatsimi bo'ldi ekan, o'sha narsa. Bu nima qildi ekan desanglar, bu Uyg'urcha xabar va uchur platformasi deydi. Kakkuk dunyodagi Uyg'ur o'qirmanlar uchun dunyo, rayon va jamoat xabarlarni ishonchlik, aniq va tushunishga oson shaklda yetkazishni maqsad qilgan bir uchur supasidir. Bu supa xabar, turmush uchuri, ma'rif, qonun, ko'chmanlik va jamoat bilan munosabatlik foydali mazmunlarni to'plash, tushuntirish va o'qirmanlarga qulaylik holda taqdim qilishga ahamiyat beradi deydi. Bu appni ochsangiz davlatlarning ismi bor ekan. Siz xos davlatning ismini bossangiz shu davlatga oid eng yangi yuqoridagi muhim mazmunlar chiqadi ekan, ko'rindi ekan Uyg'urcha. Shunga hozir chet elda yashayotgan, o'ztirayotgan davlatning tilini ancha yaxshi bilmaydigan Uyg'ur qarindoshlar uchun bir qimmatli app bo'libdi. Bu haqsiz, buni ishlatish haqsiz, tushirilish haqsiz. Men tushirilish adresini shu videoni ostida qo'yib qo'yay. Bundan foydalaninglar. İlyar inimizga ko'p rahmat. Hozir bir qism o't yurak ukalar to'xtamay mushtaq bu ishlarni qilib Uyg'ur uchun bir to'p qo'shishga tirishayotdi. Yana bir qismi yangi narsalar bor, uni bilganda yetishib bo'lmadim, uni bundan keyin sizga yetkazman. Ondan keyin Germaniyadan Gulnur Aldız ve Feride Niyaz singillarimiz İlipe 5 kitaplarından birini tuzuptu. İlipe 5 kitapları mundaq. Şimdi gösterip keyislerge. Naiti isil, bana bak isil tuyuldu. Bu kitapniki PDF nüshasini haqsiz taqib berdikan, vat berdikan. Şoňa o chet eldagi ma'rifchilar, Uyg'ur ana tili ma'rifchilari aloqalasanglar, bu singillarimiz bilan PDFni sizlarga vatib berdi. Ondan keyin sizlar uni o'zinglarning davlatda besib chiqib ishlasanglar bo'ladi. Yoki bu besilgan nusxasini olaman desanglar, bu to'g'rilikmi shu nima Gulnur singlimizdan aloqalasanglar bo'ladi. Menga shu qilsanglar, men sizlarga aloqalash uchun beraman. Mushundaq bumi Uyg'urlar uchun qilayotgan isli ishlarniki birisi. Gulnur Farida singlarimizga ko'p rahmat. Endi ikkinchi mazmunga o'tay. Vatan haqidagi
videolar. Yaqında vatan haqida videolar intayin asosida yo'qolib ketdi. Bu Xitoyniki tashviqotiga foydali yangi ish chiqmoqligi uchun shunday bo'ldimi? Belki anime ko'rsatib qo'yman deb. Gulnur singlimiz Marisinninki eng Machetada tug'an singlimiz shu Gulnur singlimiz bo'ldi. Uchish qilmay ekan. Yaqında chiqqan ikki xabar. Birisi Xotanda intayin qattiq yağmur yağıp, yağmur apatı olup, nurg'un Uyg'urlarniki uyini suv esib ketdi. Sizlarga azar ko'rsatib qo'yaman. Mağara açamaydı ekanman. Ben daha Instagram'ni o'rnatib yemrisi ko'rsatib qo'y. Atanesi yok, yoldaşı yok. Vallahi öyle kağa yalnız ayarlı koktanlıma. Ben de kokat geçtim. Yam ötünge öy kalmadı. Soğuk şükürü taze bizim hayvanlar çıdı. Hem de öydün yan boyu tebrik etti. Yürü adam da İran'da her nümrünü defa karar pislikken. Şöyle ama yürü adamdan bir çaylık mı? Mao yeni bir videodaki ahvol bek nimiti. Shu yomg'irniki texnik ko'rinishlari bor. Men sizlarga boshqalardan so'zlab to'g'richilik nimani qachab baqay Instagramni. Qisa ko'rsataman keyin. Ondan keyin Xotanda qattiq yomg'ir yog'ibdi. Boshqa egiz yerlarda qor yog'ibdi yaqinda. Ajoyib ahvollar bo'lyotdi. Qorniki bu video açılıp hazır ben. Belki video hem de açıldı o da hemen. Şunu bakayım. Yağdı. Dehqonning ajrini yo'q qilg'ili. G'aribning kapsini o'rigili. Dachisi barga aytva. Kapsi barga tartiba yağmur yağdı. Atalarning qaddini egib, onalarning bag'rini ezib yağdı. Dehqonlarning qon terini yuyib tashlagan, ko'zlaridan buldurdek yoshlarini aqtirgan, ba'zilarning so'ygan kishilarini hayotdan mahrum qilgan yağmur yağdı. Sel bo'lib qo'rqqan kalkin nuri bilan tijoratchilarning mollarini aqtirgan. Ahmet bulup emas, afet bulgan, hemmimizning yuragini lahti qon qilgan yağmur yağdı. Balkim afet emasdir, Ahmetdir. Suslagan mehrlarni kuchaytmoqchi bo'lib yoqqandir. Tarixdek chechilgan bizlarni anarning donisidek jam qilg'ili yoqqandir.
Təxtiri bilan bir ishni atgan bo'lsa, hikmati bilan ming ishni ochqili yoqqandir. Bu buğdaylar ki. Yağmur yağdı. Dehqonning ajrini yo'q qilg'ili. G'aribning kapsi Bir narsani deb qo'yamiz. Nima bir qism qarindoshlar ovoz obdan chiqmayotdi, ovoz bak bo'sh. Biz bir yerda qo'yib qo'yib o'yin ichida ish qilgash anglaydi desak, zodi gapni obdan tushunamayapmiz deb shunda deydi. Men mikrofonni necha qatam almashtirib bo'ldim. Ashtaq bo'lsa-mu, yana bir amal qilib qo'ydim. Men cho'ngroq mikrofon olamdim. Men cho'ng mikrofonlar borki, og'zida qish qo'yib turib so'zlaydigan. Uni yaxshi ko'rmagandim. Menda nima chiqdi desa, xuddi bir kasbiy video chiqaradigan odamdek yoki muxbirdek ko'rinib qoldi ekanman deb. Endi shuni qilmam o'qmayman, bir indamli izni paqay. Andan keyin ba'zida debdi, ma videoniki ko'rinishlari, sifatlari pek nachar. Bir kon telefonni ishlatib, unda qilmay, biroz uni tahrirlab chiqarsiniz umomda deb. Masalan, deb qo'y, ma kon telefon emas, ma yup-yangi telefon. Necha ayning oldida olgan, maxsus 3 yillam olgan. Ma iPhone 16 ma bu. Şu kon telefon emas shu, masalan, deb qo'y. Men uchun mundaq narsalarga qaraganda vaqt ko'p qimmat, menga qimmatlik, vaqtim yetishmay ketadi. Ma bir videoni chiqarish uchun 4 soat tayyorlik qilaman, 1 soat so'zlayman. Shunga damlash kunlarimdan 5 soat vaqtim ketadi endi, ishga bir qatim. Ashta bu boshqa kon telefon emas. Endi vaqtim qisqa bo'lgani uchun sizlarga mazmun yetkazishni muhim o'rin qo'yib, va videoniki sifatlari bu narsalarga ko'ngil bilib ketarmidim. Shunga to'g'ri tushuninglar buni. Men injenerligimni qilib turib qilyapman mana shuni, buniki mana shunaqa qilay. Bundan keyin vaqtga chiqib qilmayapman. Ovozni kuchliroq qilishga tirishmayman. Bundan keyin yangi mikrofon olib oldin buni quymayman, mana shunaqa qilib yuribman. Shuni bir deb qo'yada qoldim. o'rigili dahchisi bor. Shunda qilib vatanda ham qattiq yomg'ir, egizlarda ham qor yog'ibdi. Endi bugun sizlarga 3-mazmun dunyo haqida. Hozir dunyoda 3 ishlar, bu vaqtda ishlarning ichida cho'ng 3 ish bor. Birisi Amerika bilan Ironniki urushi, ondan keyin Rossiya bilan Ukrainaning urushi, ondan keyin Isroil bilan Yemen Husayn guruhi o'rtasidagi urush bo'yotdi. Amerika Iran kelishim tuzdi yaqinda. Ammo kelishim tuzilib bo'lib, ancha uzun o'tmaylar yana buzildi bu. Qanday desanglar, yaqinda 2 kun oldida, shu bugun shanba, payshanba kuni Ironliklar, Ironniki bu islom inqilobiy qo'zg'uvchi armiyasi Singapurniki bir Hormuzni yutayotgan parxutiga hujum qildi bular. Hujum qildi, andan keyin yana 4 parxutni o'tkazmay qaytarib o'tdi kelgan yerga. Bularning degan sababi, sizlar bizniki belgilimizga amal qilmay kiribsan bu yerga, kapsan bu yerga deb boshqa qaytarib o'tdi. Hozir deyotgan gapi, har qanday parxut Hormuzni o'taman desa, oldi bilan bizdan ruxsat olish kerak. Ruxsat olmagan har qanday parxutni biz qaytarib o'tamiz degan narsalarni jakarladi bular. Ashtan bilan tunugun Amerika shu Hormuz bo'g'oziga yaqin yerdagi Ironniki bir qism bazalariga yana bomba tashladi. Ham boshqarilgan bomba tashladi, ham uçqusuz aeroplanlar bilan sahihalarga hujum qildi. Masalanga uçqusuz aeroplanlarni uchib o'tadigan bazalar bor ekan Ironniki. Ashtahalarni yana portlatdi. Demak, bir tarafdan kelishimga imzo qo'ydik, kelishdik deb uni dunyoga jakolab anda qilyotdi Amerika Trump. Yana bir tarafdan Hormuz bo'g'iz bo'layotgan ishlar oxirlashgani yo'q. Yangi tuslarni elib hozirgidek mana shunaqa qilib ketyotdi. Hozir endi Ironning tutayotgan yo'li Xitoyniki biroz o'xshab qolyotdi. Bu nima desanglar, Xitoylar kam tepiladigan metal ashtaq narsalarni kontrol qilib, shu orqali dunyoniki gelini siqaman deb bir qism ishlarni qilib keldi hozir qadar. Endi Iron mana shu Hormuz bo'g'izi orqali o'xshash ishni qilaman deyotdi. O'sha o'tgan parxutlarni kontrol qilib, shu orqali dunyoniki neft savdosi, neft ishlariga ta'sir qilib,
shu orqali men bu dunyoning gelini buqaman deb boshlab qo'yatdi. Bir narsani aytib aniq, hozir analizlarning deyishicha, bu Shi Jinpingniki bergan buyruqi bo'lishi mumkin Ironga deb. Shi Jinping mana shuni tashabbus qilmasa, Iron bunday ishni qilmaydi deb, bizni o'rgan, biz bunday qilgan sen qila olaysan deb boshlab qo'yatdi degan gaplar bor analizlarning og'zida. Endi xabarlarda bor İran İslam İnqilobiy Qurg'uvchi armiyasi buni Amerika terrorlik tashkiloti deb jakalagan. Ammo hozir bu İran boshqariladigan bombalarni etishni, ushqisiz arqalarni uchirib boshqa hujum qilishni to'xtatmagan bir ahvol ostida Amerika yanılamkin masalani suhbat bilan hal qilamiz deb shu shuarda ching turyapti. Tunugun Mağun Prezident Vance yine doğru qildi. Endi shu orqali bu yaqingi ahvol nima desanglar, aslida Trump Ironga dastlab hujum qilgan chog'da bu ishlarni butunlay 2 oy ichida 60 kun ichida bitiritaman deb o'ylagan. Lekin undaq bo'lmay, nurg'un ishlar aslidagi parazdan chetnab ketdi hozir. Ashlan bilan hozir Amerika nəhayət bir aciz küründüğün bir ahval düşüb qaldı İranın aldıda. Bununki ən çox səbəbini nə desənglər, bu yıl 11-ci ayda Amerikada midterm election deydi. O'ttir muddatlik saylam yapıldı. Amerikada prezidentlar 4 yılda bir qatam saylandı. Lekin Avam Palatası, Kengash Palatasının a'zolari 2 yılda bir qatam saylandı. Hammasi emas, 3dan bir qismi. Aşta qilib bu prezidentlik 2 qatimlik saylamning o'ttirisida epardigan 2 yilning ichida epardigan bu saylamni o'ttir muddatlik saylam deydi. Bu saylam shu bu yil 11-oyda elib berildi. Bu Trump hukumat uchun intayin muhim. Bak muhim ishdi. Shunga aslida Trumpning maqsadi Ironning urushini valapola ishtiqli tugatib, anandikin butun vujudimni shu saylam qartaman deb o'ylagan. Lekin kutmagan yerdan bu bak suzilib ketdi. Ashlan bilan hozir yaqingi ahvol İran nima desa ma'qul deydigan bir ahvol chiqib qoldi hozir Amerika. Maqsad nima desa, urushni to'xtatib, diqqatni Amerikaniki ichki ishlarga yetkash. Agar unda qilmasa, bu ishlar biza ketaversa, hozir yaqinda pulniki pahalishi yanılam eg'ir Amerikada. Aslida Trump bu nima davlat g'aznasi bankisiniki boshlig'ini yaqinda almashtirdi. 5-yilda almashtirdi. Vaqt to'shgan burunqisini shu uni olish bo'lgandan keyin o'simini to'valatib shu orqali iqtisodni taqim o'stirman deb ashta o'ylagan saylamdan burun kutmagan yerdan Ironning ishi uzun suzib ketib, neftniki bahasi o'sib ketib, bu neftning bahasini o'sishi mol bahasiga ta'sir ko'rsatib, pul pahaligi eg'irlashib, ashtan bilan hozirgi vaziyat yaxshi emas. Agar bu vaziyatni o'ngishmasa, bu yilgi o'ttir saylamda Cumhuriyet Partisi'ndeki a'zolari o'tirib o'tishi mumkin eg'ir darajada. Hozir Avam Palatası, Kengash Palatası her ikkisi Cumhuriyet Partisi'ndeki qo'lida, prezidentmi Cumhuriyet Partisi'dan. Agar o'tir saylamda yine Cumhuriyet Partisi ko'p sonliqni egallayamasa, Avam Palatası ile Kengash Palatası Amerika nima Trump'niki keyingi 2 yillik ishi intayin tasdiq tushdi. Nim qilman desa, bu ishki Amerika Kongresi tasdiqlamaydi uni. Şundan Trump'niki putu suv chilishida endi. Ashta bu boshqa hozir diqqat qilsanglar, Trump'niki chiroyida xo'shallik ko'rmaysizlar. Davomli g'amkin yuryotdi. Nima deganda umumiy ahvol, umumiy yuzlanish qat'iy aslidagi planlagandek bo'lmadi. Shuning bilan hozir mana shu kunda yoki Trump endi Amerikada o'tirib chiqqan bir qonun bor, Amerikani qutqizish qonuni. Save American Act deydi inglizcha. Bu ne o'tirib tashlag'ili xil uzun bo'ldi. Lekin bu qonun loyihasini Kongressda bilat tashlashga selish ishi qat'iy ma'mudi. Buni to'sib turayotganmi amaliyotda Cumhuriyet Partisi'dan tayinlangan Johnson degan kishi. U Amerikada huquqiyatni 3-chi o'rinda turdi. Nima Amerika parlamentiniki bayonotchisi, Speaker of the House deydi. Shu odam. U cumhuriyatchi, lekin bu odam bu qonun loyihasini muvofiq emas deb ash o'tirdi ovoz qo'ydiganga tashlamay turib o'tdi hozir.
bu qonundagi asosli mazmuni nima desanglar, oldingi ikki qatim Amerikada yuz bergan saylamda, prezidentlik saylamida yuz bergan ahvollarni o'ngshash. Uni birisi xat orqali bilet tashlashni amaldan qoldirib o'tish. Hozir Amerikada biletni pochtadan mandira olasiz. Masalan, yaqinda Kaliforniyadami shu o'tirish saylamniki dastlabki qismi elib berildi. Biz biletni pochta orqali tashladik. Pochtadan mandira o'tdik. Mushuni to'xtaman deydi Trump. Birinchisi, ikkinchisi bilet tashlaydiganlarniki kimligini tekshirish kerak deydi. Bu Amerikada ajoyib vahshiy ishlar yuz berib ketdi yaqinqi yillarda. Bilet tashlaydiganlarning kimligini tekshirmaydigan. Amerikada mashina haydasangiz kimligingizni tekshiradi. Aroq olsangiz kimligingizni tekshiradi. Tamaki olsangiz kimligingizni tekshiradi. Bir qism aroq so'rinlari bor, uya kirsangiz kimligingizni tekshiradi. Lekin nurg'un shtatlarda Amerikaning prezidentini saylaydigan yoki nima parlament a'zolarini saylaydigan chog'da sizningki kimligingizni tekshirmaydigan ahvol yuz berib ketdi. Buni qilganlar Demokratik partiyaning odamlari nurg'un qonunsiz odamlarni Amerikaga kelib, bilet tashlash ishini abakidek holatga kelib, oshik kishilarni bilet tashlab, shu orqali o'zlari saylangan. Mushundaq vahshiy ishlar yuz berib ketdi. Ayni vaqtda Kaliforniyami Cumhuriyet partiyasiniki shtat ekandik bu. Demokratchilar ashu yo'l bilan buni o'zgartib ekan. Qonunsiz ko'chmanlarni akirib, ularni bilet tashlab, shu orqali o'zi huquq tutadigan ishlarni. Ashta boshqa hozir Trump shuni to'siman deb necha kun yoqi buni qattiq tirishyotdi. Oxirida biz qanday qilib uqmaymiz. Hozir 6-oy saylamga yana 5 oydak vaqt qoldi. 5 oydan oz vaqt qoldi. Shunda qilib shu yaqinqi bir hafta ichida yuz bergan Amerika, İran yuz bergan ahvollarni xulosaslasak, mana bir necha nuqtalarga yig'inchoqlashga bo'ladi. Yaqinqi tuzilgan kelishimniki ichidagi eng muhim nuqta, amaliyotda unda 14 tak modda bor ekan. Amerikaniki talab qilgani asosan bir. Uning ichiga faqat birisi Amerikaning talabi, qolgan 13 İranning talabidagi ishkandi. Uniki u nima desanglar, İran xalqaroniki yadro bomba taraqqiy qildirish ahvolini nazorat qilishga yo'l qo'ydi İran. Yo'l qo'yish kerak degan kelishimdagi birinchi modda shu ekan. Lekin İran buni rad qildi hozir. Unda qat'iy bo'lmaydi. BDT yoki xalqaro tashkilotlarniki bizniki yadro bombani taraqqiy qilish ishimizni nazorat qilishga qat'iy yo'l qo'ymaymiz degan narsalarni jakarladi hozir. Birinchisi, bu kelishimda bor lekin İran rad qildi. Ikkinchisi, abaytaman deganimdek Singapurniki bir farqini İran Hormuzda hujum qildi Singapurning bir farqiga. Şuna gerçi Trump Hormuz eçivetildi, pitille eçivetildi deb o'ziniki Hormuzdagi farqlarni akatgan bo'lsa-mu, Hormuzdagi eçivetilmedi. Hozir bunday ishlar yuz beryapti. Andık üçüncüsü, Amerika İran'a qartilgan neft may embargosini pitlay bekor qilyapti. Bekor qilyapti, shuning bilan hozir bu qatimki urushning bahonasida İran mustaq bir cho'ng embargodan qutulib, dunyoning qayerga qanday maysasi bo'ladigan bir ahvol vujudga keldi hozir. To'rtinchisi, Saudiya Arabistoni hozir İran va O'rta Sharq dengiz bo'g'ozidagi allar o'tirsida suhbat o'tkazishga otlandi. Bu nimcha ishlab bo'lyapti desanglar, dastlabda O'rta Sharqdagi bu dengiz bo'g'ozidagi allar hammasi Amerikaga yaqinlashgan. İrandan jiroqlashib, Amerikaga yaqinlashgan. Biz Amerikada tursak ishlarni hal qilib yetadi deb. Amerikadan bu qatim İran masalasini taltukis hal qilish, İran hukumatini almashtirishni talab qilgan bo'lar. Lekin hozir bütün ishlar o'zgarib ketdi. Amerika ularni tashlab qo'ydi o'ziga. Tashlab qo'ygandan keyin bular endi ish chatoq bo'ldi. Amerikadan insof kelmadi, Amerikadan yordam kelmadi. Endi biz İran bilan yaxshi o'tmasak bo'lmaydi ekan deb, hozir İran bilan bu davlatlar o'tirisida suhbat yig'ini o'tkazib, İranga yiqilishyapti. Bu bir yangi taraqqiyot. Mana bir yo'lni tanladi bular.
Shuning bilan hozir Amerikaniki o'rta sharqdagi ta'siri zo'r darajada ojizlashdi hozir. Anadan Livan bilan İsrail o'rtasidagi suhbat butunlay ketib qoldi hozir. Hozir İsrailya bu ishda, shu Livan bilan bo'lgan ishda Amerikaning gapini qat'iy anglamaydigan bir holatga kelib qoldi. Oltinchisi, yaqinda Trump İran'daki to'ng'itilgan 24 milliard dollar pulini eritamiz. Bu pulni İran ishlatsa bo'ladi, lekin u pulni biz boshqaramiz. Andaki İran ash puli bilan Amerikaniki yezgilik mahsulotlarini oladi. U pulni nega ishlatsa bo'ladi, nega ishlatsa bo'lmaydi, uni biz qaror qilamiz, biz kontrol qilamiz degan Trumpning degan gapi. İran deydi, bularning hammasi yolg'on. O pulni biz o'zimiz xalqaga ishlatamiz deyotdi. Şuna bu iştim hazır kimniki rast kimniki yalğanlığını uqulmaydı. Bu yerdeki bir vəhşi ahval nima desa, Obama aynı vaqtda İran'daki 1 milyard 700 milyon dollar pulunu eritib ekan. Bu ahval muşunun bahanasida Trump Obamaga to'xtamay hujum qilib kelyotdi, hozir to'xtamaydi ekan. Lekin bu qatim İran'daki 24 milyard dollar pulini eritibdi. Yani Ahmet'in degandek iş bu atıdı. Amerika'daydı o pulni Amerika'nınki yezgilik maslahatlarını işletiş kılam kaçtaydı, başka kaçsı bombaydı deydi, İran'daydı, onda iş yok. Onu biz özümüz kontrol kılımız da atıdı. Şu an kası yalkan azı kol olmaydı. Şunda kılıp bu kıtımki Amerika'nınki İran'a karşı yapılan hücumu, vuruşu. Bunun neticesinde Amerika nimeye erişti? Hazır bir nesne otur çıkalı olmaydı. Ehtimal dastlabda Amerika İran'daki boshqariladigan bomba, lekin uçqushsiz aeroplan, mushundoq bazalarini 90% yo'q qilyapti degan radar narsalarni. Buniki bir qismi rostdi. Bundan boshqa bu qatimki shu urushda Amerikaniki erishgan natijasini ko'ngil bo'lmaydi. Aslida Amerikaniki birinchi maqsadi İran'daki yadro qurol ishlab chiqarish jarayonini butunlay to'xtatish, uni butunlay pokizlab etish nishon qilgan, ammo bu ish hozir butunlay qorong'uda qolib qoldi. Uni uqulmaydi. Aksicha hozir endi burun Hormuzda boshqa ishlar yo'qdi ancha. Neftlar, farqlar xalqancha kirib chiqib yuradi. Hozir endi u yerni İran kontrol qilib olib, shu orqali Amerikaga bosim ishlatyapti. Mesela Amerika'ya basım işletilen bir xil ahval oturup çıktı demiş urushdan keyin. Endi Ukrayna Rusya urushi bu jihatda yaqinda Ukrayna Rossiyaniki aytdi ikki qismlarga hujum qilyotdi. Masalan, Moskvaniki atrofidagi neftni pishiqlab ishlab chiqarish cho'ng zavodlarga hujum qildi Ukrayna. Aşağı sağlıklı hücum kılıp, aşağıdan olan hazır Moskva'da intayin eğir may krizisi yüz berdi hazır. Mesela başına may kaçırılı olmaydı. Xalqlar qaramada qaldıgan. Aşağı kılıp Rusya puhraları hazır eğir derecede vahimiga tushdi. Bunun içinde portlatqanlar içinde elektr stansiyalar mı bağı deyman, benim bilishimcha. Andan keyin hazır Rusya 2014-yilda besib olgan deyman, besib olgan Qrimniki aholilari u yerdan qechyotdi. Intayin ko'p sonda qechyotdi. Bir ko'rib ekan, shu Qrim bilan Rossiyani tutashtiradigan shu ko'rnikli atrofiga hozir shunchalik odam dengizga aylanib ketibdi, qochimizda quvvatqanlar. Hozirgi kishilarniki farzicha, agar bular qechib bo'lsa, Ukrayna ko'rkni portlatish mumkin. Shuning bilan Qrim odamsiz bir yerga aylanib qolishi mumkin deydi. O'sha bo'lgan chog'da Rossiya u yerni davomli kontrol qilamdi, yo'q. Buni qilolmaydi. Shu hozirgi yuzlanish ash tarafda bo'lyotdi. Bu bir cho'ng o'zgarish
Ishqilib hozir Putinning ahvoli intayin nachar. Analizaniki farzcha Putin qasd tushirishi mumkin deydi. Sirtqi hujumning tufaylidan mag'lub bo'lish emas, ichki jihatdan siyosiy o'zgarlik qilish yoki qasdlash narsaga uchrab Putin tugashishi mumkin degan faraz intayin kuchli hozir. Bugungi so'zlagan 4-mazmun Xitoy haqida. Xitoy haqida shu 6-oyning 16 kuni Amerikaniki senatorlari bir qaror loyihasini tasdiqladi. Qo'l ko'tarib ovoz berish usuli bilan tasdiqladi. 444 nomerli qaror deydi. Bu nima desanglar? Bu qaror Xi Jinping haqida. Faqat Xi Jinping haqida. O qarorda Xi Jinping bir diktator deb jakarlandı. Unikiga konkret mazmuni sifatida Xi Jinping bir aldamchi, yolg'onchi, anikin dunyoniki tinchlik va bexatarlik ishlariga buzg'unchilik qilguvchi, anikin insoniyatga qaratilgan jinoyatniki bosh qo'mondoni. Buning ichida Uyg'ur qirg'inchiligi bor. Uyg'ur degan gap aniq deyildi. İnsoniyatga qarshi jinoyatchi. Bu ishlarni Xi Jinping bir sanoat ko'limida ifoda deydi. Industrial scale. Sanoat ko'limida degan gap intayin cho'ng ko'lamda ifoda deydi. Mushtaq narsani o'tirib qo'yadi. Bu qarorniki qonun jihatdan maslahatga javobgarlikka tortish kuchi yo'q. Unda kuchi yo'q. Lekin bu bir deymiz xalqarada cho'ng yuqori kuchga ega bir xil yakun xulosa. Shu nuqtadan aytgan chog'da buniki ahamiyati intayin zo'r. Uning ichida yana bundaq narsalar bor. Irqiy qirg'inchilik va Uyg'urlar ustidan ilib berilgan jinoyatlar, qul va majburiy emgak, qul va majburiy emgak, andikin zarlik dora, fentanilni tarqitish, aqliy mulkni o'g'irlash, andikin harbiy jihatdagi kengaymichilik va tahdid bu Tayvan qaratilgan. Andikin Amerika qaratilgan keng ko'lamlik bexatarlik endişisi, tahdidi, mush narsalarni o'z ichiga olgan. Shunga bu bir cho'ng ish bo'ldi. Men hozir Xi Jinping degan jallod degan 10 yil bo'ldi. Shunga vaqtim Amerika hukumati tomonidan Xi Jinpingning qanday odam ekanligi, nima jinoyatlarni qilayotganligi bu haqda bir haqiqiy hujjat o'tirib chiqdi. Mush ish orqali bu bir biz uchun Uyg'ur uchun bir muhim ish endi. Ondan keyin hozir yaqinda shu nimada Twitterlarda Xitoy hukumati qonunsiz hukumat degan gapni o'tirib chiqdi. Bu bak muhim narsa. Nimishqa desanglar, men abat degandek Michael professor Walt Sharqiy Turkiston beslangan zamin deganni isbotlash uchun hozir ish elib berayotgan 5 yildek bo'ldi, yaqin ketib chiqmoqchi. Agar Xitoy hukumati qonunsiz hukumat degan narsani agar dunyo e'tirof qilsa, Sharqiy Turkiston erkinlikka erishadi. Nima qilsa Xitoyniki Sharqiy Turkistonni egallab olishimi qonunsiz bo'ladi. Bir qonunsiz hukumat egallab oldi degan gap bo'ladi. Bu intayin muhim narsa. Hozir dunyo bo'yicha bir qism yosh o'smirlar Uyg'urlarning ichidan tarbiyalanib chiqyotdi. Xalqaro saviyada tarbiyalanyapti. Agar sizlar Uyg'ur uchun bir haqiqiy unum beradigan, tip o'zgarish yasayoladigan bir ishni qilaman desanglar, mushtaq ishlarga diqqatlanishga qilsanglar bo'ladi. Sharqiy Turkiston beslangan zamin Xitoy Kompartiya hokimiyati qonunsiz hokimiyat. Mademlar deyotgandek.
Bu intan küçük narsalar, küçük kural amaliyotda. Müşteriyete işler ilip bilish kerakdi. Şuna bu burunqilarda qıplamaslık mümkün, yeniler qısanlı buludu. The illegitimacy of the Chinese Communist Party. There's no reason whatsoever that the CCP should be recognized as a legitimate government of China. Nobody voted for the CCP. Stalin put them in power. It was a product of Soviet imperialism, right, that put these guys in power, coupled with gross American strategic mistakes that we made at the end of World War II and in the immediate aftermath of World War II. So that's the genesis of these guys. We need to recognize, of course, that lack of legitimacy has important implications. They should be treated as a pariah, and anybody interacting with them also should be treated as a pariah. And Steve, that means taking the bold steps necessary. No investment, no intellectual transfer, no chips, and Bu keçenler İngilizce şu aslında ben İngilizce var şu bit kösüp koydum. Xitay Kompartiya hakimiyeti kanunsuz hakimiyet degan narsani ilgari surayotdim odam. Shuni tushundi deb biroz. Shunga Uyg'ur davosiniki bulibmi hozirgi 20-30 yoshda olib boradigan davoniki buniki yuzlanishi mush yo'nalishda bo'lishi kerak aslida. Shu orqali Sharq Turkiston masalasini hal qilish ishlari biroz unum berdi deb o'ylayman men. Bunlar kuchli qurol bo'laoladi. Yaqinda bo'lgan yana bir nima? Yana bir yangilik hozir Yevropa Birligiga a'zo bo'lgan bir qism davlatlar Xitoy importini cheklash bu sohada ish boshladi. Masalan, Fransiya, Italiya, Ispaniya, Gollandiya va Litva qator ellar. Lekin butun Yevropa Birligimi bu jihatda bir kuchliroq qonun o'tirib chiqarish bu jihatda harakat qilyotdi. Aslida Xitoylarning elektronlik mashinalarini cheklash haqida burun qaror olib ekan, ammo unum bermabdi. Hozir Xitoyniki mashinasini jiq kirib turibdi Yevropadagi bir qism ellarga. Ashta bo'g'ashqa Xitoyniki mashinasini biroz tusish haqida yangi tadbirlar ilinyapti hozir. Buni asli qilish kerakdi. Bu Yevropa zodi tunib yetolmayapti buniki. Qanchalik xatar olib kelganligi bo'libmi? Yevropa Birliginiki sanoatini vayron qilib etish bu jihatda qanday ishlarni yuz berganligini tunib yetolmayapti bular. Shunga texnikchilik bu ishlar to'g'riliqda hozir gap so'zlar bo'lib amdiroq tadbir olamiz deyapti. Ajoyib ish. Yaqinda Amerikadagi bir donliq muxbir Washington Post gazetida bir maqola e'lon qilib Amerika hukumati yaqinda Xi Jinping va 25 nafar jangjuji a'zolari siyosiy portfolio a'zolariniki maxfiy iqtisodini oshkorlaydigan bir dokladni e'lon qilganligini o'tirib qo'yibdi bu kishi. Shu Washington Postdagi Washington davr gazetidagi maqolasida. Amerika bundan burun bu ishlarni ancha-muncha qilib kelgan, lekin burun e'lon qilganlari oshkor manbalardan ilingan narsalar. Haqiqiy sonlar emas, oshkor manbadan ilinganlar. Lekin bu qatimqisi unday emas. Bu qatimqisi Amerikaniki istixborot organi tarafidan tayyorlangan Xi Jinping va 25 nafar portfolio a'zolariniki jangjuji a'zolariniki iqtisodini oshkorlaydiganga tutish chiqibdi hozir. Amerika bir necha yilning oldida Kongressdan har yili bir Xitoyniki mustaq Xitoy rahbarlariniki iqtisodiy boylik haqida doklad tayyorlab sunishni bekitgan bular. Maqatimqisi shuniki birinchi qatimliq dokladi bo'ladi. Yilda bir qatim doklad chiqarish kerak ekan. Bu tunji qatimligi buningda Amerikaning istixborot organlari egallagan sonlarni e'lon qildi ekan. Bu ishniki ta'siri intayin zo'r bo'ladi, paras qilib bo'ladi. Xi Jinping chirikchilikni bahona qilib intayin qadamlarni chiqitibdi. Agar ma'nosi e'lon qilinsa, Xi Jinpingniki o'ziniki qanchalik chiriklik bilan qanchalik pul
mablag' boylik to'plab olganligi oshkorlandi. Mana 25 nafar Xitoy Kompartiya hukumatining amaldorlarining ham shundoq. Ashta bo'lg'achqa bu Xitoy xalqining ko'zini ichish jihatlarda shu orqali ularni qo'zg'ash jihatlardan rol o'ynaydi deb o'ylayman men. Shunga bu bir cho'ng ish. Anandan keyin bugun so'ragan 5-mazmun olam texnikasi haqida. Sizlarga burun deb keldim men NASA'da tashqi planetani topadigan bir teleskopning ishini qildim. Uni 15 yilda qildim men. Ashniki eng inishki texnikasi var. Tashqi planetani bevas ko'rish uchun shu tashqi planetanikionni yulduzniki nurini teleskopning ichida yo'q qilib etish kerak. Qanchalik darajada 10 milliard hassa yo'q qilib etish kerak. Ashta qilib yulduzniki nurini 10 milliard hassa yo'qotgan chaqda uni aylanayotgan planetani ko'rgili bo'ldi. Biz ashta bir teleskop yasaymiz deb men shu ishga 15 yilda qatnashdim. 2024-yili buni koronograf deydi. Koronografni biz yasab bo'lib, buni Washingtonga yaqin yerdagi, Maryland'dagi Goddard olamga uchish markazi. Shular yo'llab bergan biz buni. Shu chaqda shu mashinadagi shu narsa shu biz yo'llab bergan vaqtida shu ag'arisi bu. Yaqinda endi Goddard olamga uchish markazi bütün teleskopni Florida'dagi Cape olamga uchish markaziga yo'lga soldi. Necha kun oldida. Shuni bir ko'rsatib qo'yay. Bu teleskop pat yaqinda osmonga chiqarildi. Maryland'dan Florida'ga ketyapti bu mashinada. Endi bu teleskop osmonga chiqarilgandan keyin uni tangshab yo normalni mangdirishga bir necha vaqt ketish mumkin. Undan keyin bu teleskop yer yuziga rasm bir narsalarni avatishga boshlaydi. Ashta boshqa yaqinda shu bir necha yil ichida ehtimol inanaydi. Hayajonlarli xabarlarni olishimiz mumkin. Hozir qadar NASA 4000 dan jiqroq mening esini qilishicha 4000 dan ko'proq tashqi planetalarni bayqab bo'ldi. Lekin bularningki hech qaysini bevosita ko'rish orqali bayqagan emas. Boshqa sharlar bilan masalan bir planeta, cho'ng planeta Yupiterga o'xshash. Ana yulduzning oldidan o'tgan chaqda undaq. O'tgan vaqtida siz jiroqdan ko'rayotgan teleskopda o'lchaydigan nurniki kuchi biroz ojizlaydi. 0.1% dek ojizlaydi. Aşın qarab turib, mana oldida bir cho'ng planeta bor ekan deb, ashta usullar bilan topgan yoki bu alangan vaqtida yangi-yangichada yulduzni yuziga olib tortib, yulduzlar midraydi endi. Ashta qarab turib, mana yeniden bir planeta o'tdi, bir cho'ng planeta deb, matarkanda mezgi midraydi, matarkanda ezgi midraydi ashta qo'shqa. Ashta usullar bilan 4000 dan jiroq planetani tepib bo'lgan hozir. Lekin undaq planetalarning ko'pinchisida odam yashash mumkin emas. Masalan, Yupiterda odam yashash mumkin emas. Şuna o'xshash. Ma teleskop yasharga o'xshash tosh planetalarni, jaliqlar yashaydigan tosh planetalarni bevosita ko'radigan teleskop bu. Ashta boshqa chuqur biz burun ona baxmagan yangi xabarlar o'tirib chiqadi. Shunga buni sizlarga bir deb keldim. Bugungi so'ragan mazmunlar shunchalik. Abadisi degandek mikrofonning ishlariga tirishib boqaman. Videoniki sifatlari bu jihatlarda bundan qilabayman to'g'ri tushuninglar. O'zim bek aldirash. Men bir qil ishim yo'q, bunda bir zirkib o'tirgan vaqtim bo'lib qolsa, qanday bo'ladi deb boshqa o'ylab ketaman ba'zi joylarda. Hozir qadar bo'lgan hayotimda bo'lib boqmaydi bunday vaqt qat'iy. Hozir bek aldirash qilyapman.
hozir olam texnologiyasidagi yükselish intayin tez pek cho'ng bo'lyotidi. Biz bu 2 yilning ichida birinchi mahsulotni chiqaramiz deb hozir shunga tirishyapmiz. Ashta bu boshqa men tirishib mushuncha qilyapman. Shunga to'g'ri tushuninglar. Kelar qatam ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr, xush Allohga omonat.